Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Xudo xolasa laqab oladi, tozalashni va marinovka qilishni o'rgatadi ustozimiz. Xudo xolasa. Ustoz nima deysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor YouTube kuzatuvchilar. Bugungi kunimiz Xudo xolasa laqa balig'ini laxm go'shtini chiqarib, undan tashqari ziravorlar bilan buni masalliqlar, har xil narsalar qo'shib, buni sizlarga tayyorlab beramiz. Xudo xolasa tayyor marinovka qilib, shu jarayonni ko'rasizlar. Boshladik. Chiroyli tozalashib beradi. Buni qiltirig'i yo'q qilib qiladi, osib ko'rasizlar. Nega gap kelingda ovozini eshitadi obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini ovozini. Nega gap kelingda ovozini eshitadi obunachilarimiz. Qanday holatda kesilayotganini. Güney narxi 24 ming so'mga sotilyapti. Bundan tashqari bizda oqibatda kelsa, bizdan kelib xarid qilsa, xaridorlarimizga 3 kilolik naqabalarni beryapmiz. Bundan tashqari. To'g'ri chiqaraman. Keyin ziravorlar bilan hozir 90% laqabali qo'yib qo'ygan klientlarimiz. Yo'qligi yaxshi ketyapti. Ko'p samovarlar hozir shuni qarab shunga kuchliroq laqabaliqqa. Lekin ko'pchiligi suymaydi buni. Qandaydir yog'li deydi. Bu baliq yog'li deb aytishadi. Shuni hozir yog'siz qilib qanday qilib qilsa mashg'ulotlari borlari oladi. Oltinchi bo'lib qoldi dadamga. Bizni asosiy biznesimiz shu, oilaviy biznes. Shundan daromad qilamiz. Deyarli yoshligimdan. Hozir go'shtlar qolib ketib qoldi-yu. Ularni yana ham chiqarib olyapman. Uni bu sharoitida qilsa ham bo'ladi.
ishlarni chiqarib olyaptim. Ketmasligi uchun. Shu berini chiqaradigan bo'lsam, suvay borda, baribir qiyinroq. Men olish mumkin, faqat qiyinroq. Suvay bilan chiqib qoladi. Buni qovurib olsa, o'zi yumshaydi-yu. Shunda pishirib olalardan o'zi yeysan. Bu eng asosiy joyi kelyapti hozir buni. Qanday qilib? Ko'pchilik aytishi mumkin, buni terisini oldin chiqarolmadim deb. Biz hozir terisini boshqa usulda chiqaramiz. Qo'l kelmaydiganlar uchun bu ma'qul. Bunaqa stil qanaqa nomi? Nomi nima deydi buni? Hop, buni filesini chiqarish deydi, lahm go'shtini. Bu qarshi degan shu baliqmi? Shu. Bu baliqni bu qarshi demaydi. O'sha nomini shunaqa qilib qo'ygan. Men buni 2015-yildan beri lahmini chiqaraman. Chunki korzinkada bizning baliq отделimiz bo'lardi, korzinkada, o'zimiz Andijon korzinkada. Shu yerda karantin paytida ham rosa ko'p shunaqa lahm go'shti filelarini chiqarib sotardim klientlarga. Chunki karantin paytida odam uncha kelmayardi, bekor edik. Shu paytda shunaqa narsalarni o'zim qilib sotardim. Karantin paytida ham shunaqa sotardim. O'zi 2016-yildan 2015-yildan beri terisini ishilib shunaqa qilaman. Lekin hozir endi bu boshqa akalarimizga topshirganimiz hisobiga qo'lim chiqib qolgan, qo'lim. Shunaqa hozircha chiqarib bora olmayman. Qo'limdan kelgancha qilib beraman. Ko'p videolarimda qo'yapman o'zi aslida, lekin tezlashtirib qo'yapman. Bunga katta videoga qo'yganimiz yo'q hali. Suvalardan ajralyapti mana. 20 darajasidan go'shtsizroq oldim. Harakat qildim. Go'shtsizroq olishga. Kallasini yesa bo'ladimi? Kallasi ko'proq suvay bo'ladi. Buni mana shu joyda go'shi bo'ladi. Bu yerlar poni suvay bo'ladi. Buni sho'rva ham qilib bo'lmaydi, chunki buni shilimshig'i chiqadi. Shuning uchun sho'rvani ta'mini buzib qo'yadi bu baliq. Buni faqat shashlik qo'g'irish kerak, shu. Duxovka qilsa ham bo'ladi, faqat shu holatda marinovka qilib. Men ko'rsatayotgan holatda marinovka qilib baliqni. Yana bir narsani aytib o'tib ketish kerak. YouTube kanalimiz. O'rta Osiyoda yagona YouTube kanal, baliqchi YouTube kanali. O'zbekistonda hali bunaqa asobiy baliqchi YouTuber yo'q. Yagona YouTuberlar ko'p, juda ko'p. Lekin asobiy optim chiqarib, optim tushirib, shunaqa faqat baliq qo'yib kontent qiladigan YouTuber yo'q. Qilish mumkin. Qarmoqda baliq tutib pishirayotgan qovur akalarimiz bor, juda ko'pini taniyman. YouTube'da taniyman. Bu video ularga tegishli emas. Bu faqat noto'g'ri fikr bo'lib qolmasin deymanda. Chunki shorts videolarimizda juda ko'p qo'yganmiz, shorts jonli efir qilamiz va jonli efirlarimizni ham juda ko'p odamlar tomosha
tomosha qilishgan. Ko'proq Indiya, Indoneziya, Vyetnam ko'radi. Qozog'iston sevib ko'radi videolarimizni. Chunki yaxshi faqat baliq oid kontent qilamiz. Bizda boshqa videolar qilinmaydi. Asosan daromadimiz baliq va video joylash bilan mashg'ulmiz. O'zbekiston xudo xolasa biz ham juda ko'p davlatlar taniyapti mana. Demak O'zbekistonda ham baliqchilar bor degan fikr bo'lyapti hammada xudo xolasa. Buni olib qo'ying. Pastga endi qo'yib egallaydi. Xo'p, endi menga bitta idish kerak bo'ladi. Shu idishni olib keldim aka. Quloq kesilmaydi, terisigacha olib boriladi. Mana shu holatda ketadi. Endi chiqarib olish kerak. Mana ko'ringlar mana. Mana ko'ringlar mana. Şöyle bir joyi bor. Qiynashi mumkin. Eng zo'r shunday qilib olib borgan yaxshi. Chunki bu yer qanotchasi, subayli qanotchasi hisoblanadi. Biroq Vyetnamda baliqchilariga to'g'risi havas qilaman. Juda zo'r ishlashadi. Juda ham zo'r. Vyetnam baliqchilari. Xohlasanglar buni bunday qilsa ham bo'ladi. Mana rangini chiqarib yuboriladi birinchi. Yaxshilab kesib. Mana. Keyin bunday ketsa ham bo'ladi, lekin siyg'anchoqroq. Shuning uchun qiyinroq. Shu o'rtasidan ketyapman. Ashuna qilsa bo'ladi shu deydiganlarga. Siz mana siyg'anchoqlik uchun shu o'rtasidan ketdim. Qandaydir shu olish kerak. Ketadi bu ham, ketadi, faqat siyg'anadi. Mana ketadi. Ham siyg'anchoq bo'ladi. Bu o'zimizda omirlar bor. Ko'pincha shu uyda o'tirib tozalayotganlar uchun shu video foydali bo'lsin degan maqsadda pichoqni ko'rsatib qo'yibman. Pichoqni ketdik mana endi. Bismillah. Ketyapti. Suvayni olamiz ekan. Buni shu shashlikka zo'r bo'ladi. Hozir ko'proq shashlik olib qo'yapmiz. Qo'ysa ham bo'ladi. Lekin hozir olayotgan videomiz ham juda kuchli video. Buni hali soatlab o'tirib qo'yamiz. Joylash juda qiyin YouTube'ga. To'g'risi foydali deb umid qilamiz. Negativ bildirishmasa. Mana laham go'shtini chiqarib. Qonunchasi xalaq berib qoladi kesayotganda. Ushlab qoladi, terisi chiqib ketib qolishi mumkin. Buni terislarini shilib, tayyorlab olganimizdan keyin videoda qatirib turamiz. Ularni yuvib olib olib, joylab, tayyor qilib qo'ygandan keyin boshlab davom ettiramiz videolarni. Nima deysiz Asadbek aka? Xohlasa, sizlar bilan endi o'rganib video foydali bo'ladi deb o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi? xohlasa
Endi O'zbekistonda haqli biz obunachilarimiz. Shimnisini ko'ryapsizmi? Shimnisini. Hali Vyetnamda o'rganadigan narsalarimiz ko'p shekilli. Nima deysiz? Vyetnam baliqchilarida. Ularda tozalash yo'nalishi boshqachada. Ular ko'proq katta baliqlar sotadi bozorda. Vyetnam shunaqa deb eshitganman. Videolarda ham ko'raman ko'pincha. Ular katta baliqlarni tozalashadi. Lekin to'g'ri. Bangladeshlarda ham, Indiyada ham juda kuchli baliqchi blogerlar bor. Lekin ularga biz teng kela olmaymiz. Ular auditoriyasi ham juda baland. Lekin vizit tashlasak bo'ladi. O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib vizit tashlasak bo'lsa kerak. Baliqchilarga faqat. Nima demadingiz? Kanal ochilganiga necha yil bo'lyapti? Ro'porosi YouTube kanal ochilganiga o'zi ancha bo'lgan. Lekin rasman yurgizayotganimizga 2 yil bo'ldi. Rasman. Hozir obunachimiz soni nechta bo'ldi? Hozir 60 mingta obunachimiz bor. 60 mingta obunachimiz bor. Yana 40 mingtadan keyin xudo xolasa knopka olamiz deb duo qilib turibmiz. Xudo xolasa. Asadbek aka, fileyimiz chiqadi. Endi buni kadrda ichiga qatirib turamiz. Hadi xudo xolasa. Shu holatda buxarchiy holat deydimi? Buxarskiy deyilmaydi bu baliq. Aha. Lahm go'shti hisoblanadi. Buxarskiy deb nom qo'yish bo'lganini men bilmayman. Nima sababdan unaqa qo'yilganini. Lekin ko'pchilik shunaqa deydi. Buni nima sababdanligini bilmaydi hech kim. Bu baliqni Buxarskiy deb qo'ysak noto'g'ri bo'lib qoladi. Buni nomi afrikanskiy laqab-yu. Bu Buxarskiy laqab hisoblanmaydi-yu. To'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun buni nomini men faqat lahm go'shti deyman xolos. Shashlik bo'lib qilib to'rg'ayapman hozir. Video juda katta bo'lib ketdi videomiz. Bu hozir to'g'ridan to'g'ri bir boshdan boshlanadi yuklash jarayoni. Shuning uchun YouTube ancha vaqt oladi. Jonli efirda kачествоsi 1080 bo'ladi. Hozir bu 4K ketyapti. Shuning uchun menimcha ancha vaqt oladi deb o'ylayman. Ham telefonda joylaymiz. Kompyuterda joylamaymiz. Vaqt bor. Biz omborda asosan ko'proq sotiladigan baliqlardan naqa baliq, oq baliq, sazan, qamur, ilon, ko'rikestra sotamiz. Qamur hozir haligi nima deydi? Suyli yegan baliq sotamiz. Sazan sortlari bo'lib ketdi. Yog'ligini ham topshiradi, yo'qligini ham topshiradi. Lekin qamurda yog'li yo'q. Ilon boshlari shunaqa sortini hali ichib oq baliqlardan ham shunaqa yo'q bo'ladi. Yog'li deydi mana. Terisini ajratgandan keyin ham terisini orasidagi yog'i ham chiqib ketdi. Terisini orasidan ham mana shu go'sht hisoblanadi, mana yog'. Buni agar o'zini ziravorlar bo'lsa, masalan, to'pqa shu mashg'ulotda mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kiloga 10 kilodan tashlasa, qizdirgan yoqda tashlasa, yo'q. Nimaga? Tushganda yog'li baliq bu bir yog' uni yog'ni eritadi. Eritganda yog'ni shunda go'sht qattiqroq pishadi-yu. Yog'i chiqib ketgan. Shunda yog' kamroq tashlasa, agar ko'p tashlasa, yog'da go'sht sovib qoladi. Bir-biriga pishib boshlaydi. Keyin yog'li yoqda shimi bo'ladi yog'. Keyin yog'li pishib qoladi. Shuning uchun uni ozroq tashlab, qatirib pishirsa yoqsiz pishadi. Shu boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Qanaqa yoqib pishirish kerak bo'ladi? Pista yog'ida pishirsa yaxshiroq. Paxta yog'ida pishiradigan bo'lsa
qandaydir menga yoqmaydi. Ha. Hidi borda. Pista yog'ida qizdirib tashlaveradi. Paxta yog'ida uning uchun yoki chesnok tashlab yuborish kerak, Aha. yoki piyozni qovurib yuborish kerak. Keyin sal hid kuchi ko'tariladi. Buni o'zi zirovori ham ancha holat yaxshi holatga olib kelib qo'yadi. Ha. Laqa balig'ida yaxshi emas degan mijozlarimiz, klientlarimiz uchun bu maxsus video. Aha. Laqa baliq yaxshi. O'zingiz yeb ko'rganmisiz? Bu baliqni biz O'zingiz. Qanaqa ko'rganmiz. baliq? Mazasi. Mazasi o'rtacha zo'r. Agar yaxshi pishirsa, yog'siz pishirsa ham bo'ladi. Lekin Ta'mi qanaqa ta'mi? ta'miga keladigan bo'lsak, barcha ham go'zal. Ayniqsa maynutka qilgan holatda yeganmiz. Ta'mi o'zgaradi maynutka qilgan holatda. Hozir bizda bu narsa yo'lga qo'yilgan biz ishxonada. Biz ishxonada samovarlarga polni shundan dastavka qilamiz. Aha. Ketkazib beramiz. Shu holatda shunaqa pokiza ish qilishadi bizda. Aha. Men qanday qilayotgan bo'lsam, xodimlarimiz ham xuddi shunday olib boradi. Bu obunachilarga qiladi. Tayyari necha sotyapsiz hozir? Xo'p, tayyarini 60 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Sotuv narxi Aha. 1 kilo 60 ming. 60 ming so'mdan samovarlarga ham berilyapti shu narxda. Samovaru oddiy xaridorlarimiz uchun ham kelib 1 kilo chiroyli idishlarga solib qo'yganmiz. Olib ketsa bo'ladi. Xo'p, endi so'rangan baliqni solamiz. Bu ziravorning ichida necha xil aralashma bor? Bundan 20 xil Norvegiyadan ziravorlar bor. Aha. Oz miqdorda zanjabil ham bor. Aha. 20 xildan oshib. Aha. Buni holatga qarab qo'shsa bo'laveradi. Aha. Holatga qarab. Lekin tayyor samovardagilar agar bizdan olmoqchi bo'lsa, Aha. bunaqa pokiza qilinadi. Buni o'zimiz tayyorlab qilib beramiz. Ular bizdan so'rash shart emas. Aha. Qanchaga qancha qo'shiladi. Buni holatdan kelib chiqib qo'shish kerak. Baliqda ta'mi ham kelish kerak-da. Aha. Holatdan kelib chiqib qo'shaverasizlar. Birinchi zirovor qo'shamiz. Endi tuz qo'shamiz. Bu yilgi avgust oyidan 2026-yil avgust oyidan Aha. Karel sudak, qizil qo'ya sazanlar, Aha. bundan tashqari Karel sudak, qo'ya sazan va asyotra zog'olasa yo'lga qo'yish rejalandi. Xaridorlarimiz bemalol kelib hovuzlarimizdan olib ketishi mumkin. Men sizlarga bog'liq emas. Un qo'shyapman endi. Tuzni qo'shdim. Unda ham holatga kelib, holatdan kelib chiqib qo'shsa bo'ladi. Yaxshi yeyishmaydi. Shu holatda bu xuddi ham bo'ladi. Bo'ladi. Duxovka ham o'zini issig'ida eritib qachonki baliq yog'li pishadi o'zi aslida. Yoqqa tashlagan yog'li pishadi baribir. Chunki yoqishmaydi-yu, tana o'zi go'sht yog' tashlagandan keyin baribir yog'ini kuydirib chiqarib olsa ham baribir yoqqa tushadi. U duxovkada tabiiy holatda pishadi. O'zini go'shti eriydi. Shashlikda undan battar bo'ladi. Shashlik siqini o'tkazib uje olovga qo'ygandan keyin olov qizdirib yog'da eritadi birinchi o'rinda. Yog'da eritgandan keyin u cho'qqa tushadi. Cho'qqa tushadi, samasa u cho'qqa tushadi. Shuning uchun go'sht o'zi qoladi keyin qurib. O'tkazgandan keyin yog'i eriydi, yog'i erib tushib ketib, ichidagi go'sht qoladi. Shashlik juda zo'r. Ana shu mana to'g'ri shashlik bo'lib qo'yiladi boshida. Shu holat olib shu holatda pishirsa bo'ladi. Shu holatda pishirsa bo'ladi. Men maslahatim shashlik. Tuz qo'shdim, zirovor qo'shdim, un qo'shdim, suv qo'shdim. Endi oz ta'mga
Bunimiz ham zirovor hisobida ketadi. Aha. Asosiy shirin ta'm beruvchimiz. Ozgina qo'shilsa bo'ladi. Bundan baliq ta'mi bo'lib qoladi. Ayya, zirovor holatda ayya. Xudo xolasa Akalar, kanalimizga obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Kommentlarda yaxshi fikrlarni bildirib, faqat obuna bo'linglar. Kutib qolamiz. Azatbek